Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Amr ibn Os aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening oldimga odam jo'natib, kiyimlaring, qurol yarog'ingni olib mening oldimga kelgin deb ayttirib yuboribdilar. Men u zotning oldilariga bordim. Sarvari koinot tahorat qilayotgan ekanlar. Shunda menga boshdan oyoq razm soldilar. So'ngra aytdilarki, men seni bir qo'shinga boshliq qilib yubormoqchiman. Alloh seni salomat saqlasin. O'ljalar olishingni nasib etsin. Men sening yaxshi niyat ila boylik kasb qilishingni xohlayman deb Rasululloh marhamat qildilar. Ya'ni boy, saxiy bo'lishingni xohlayman deyaptilar. Agar shu boylik yomon martaba, daraja bo'lganda Amr ibn Osga Rasululloh shu gapni aytarmidilar?